Reyhan ablat. Mashinamni haydab ketib o'tib, yo'lning ikki qasniqida oq, holrang, so'sin ranglarda ichilib ketgan daraxt gullari ko'zim tushdi-da, ko'zoynagimni ilib etdim. Osmondan so'ygi gullari to'kilgandek bu go'zal saharda, bu go'zal manzaraning asli rangini ko'rolmaslik va huzurlanolmaslik bək cho'ng isrofchilik edi. Tokioning chechak pasli, atirgul pasli, 80 chechak gul pasli, ya'ni yapuncha ajisay gul pasli o'tib, hozir dal daraxt gullarining pasli kelgan edi. Hayotdagi eng go'zal san'atdan biri tabiat bo'lgandek, qalblardagi sevgilarmi eng go'zal ham barchaning manbasi bo'lgan nadir bir san'at edi. Azaldan qo'pol, bak ichitilgan, ritm qattiq turdagi san'atlardan bir san'at sifatida huzurlanolmaganimdek, nazarimdagi sevgimi ana shundoq nafs, nozik, numschan bo'lishi kerak edi. Qiz yigitlarning bir-biri bilan uchrashganda qizarmagan yuzlari, barmoqlari tegib kesmi butun vujudi larzaga kelgan nozikligi bo'lmagan sevgi nazarimdagi sevgi emas edi. Tuyuqsiz sevgining rangini o'ylab qoldim. Burunlardan sevgini qip-qizil atirgul rangida deb bilatdim. Birdilla uning rangi kumush ranglik osmonning sho'lsi tushgan dengiz rangiga tuyuldi. Ya'ni sevgi kumush rangdek sirliq, jalibkor, go'zal ham tutqil bo'lmaydigan bilindi. Leo Tolstoyning Anna Karenina romanini yoqtirib qolganligim uchun emas, o'qib beqish uchunla o'qiganim, biroq uningdan men yoqtiradigan birmi obraz topolmaganim rost. Gerçi bu ikki davr, ikki jamiyat kishilarini silishtirish bakla ahmoqonlik bo'lsa-mu, menga Annaning muhabbatga tutgan pozitsiyasi ham sevgi uchun hammadan voz kechib o'lim yo'lini tanlaganiga qaraganda, Margaret Mitchellning bizda ansiz yillardagi Naznin nomida umumlashgan romandagi Scarlettning hammadan ayrilsa-mu, bugun degan bugun, at bo'lsa yana bir kun deyiladigan ruhini ham mag'rurligini yoqtiratdim. Yamaguchi Momoyning naqsidagi boshqa bir qiz bilan ko'nglini xush qilib yurganingni bilsam-mu, seni kutib tura oladigan mana men degan misralardagi ohangdagi o'moqlikni yoqtirsam-mu, bu xil ideya, bu xil sevgi qarshi meni jalb qilolmaydi. Ham mening sevgi falsafam emas edi. Sevgi g'ururdan ustun emas, ham g'ururni dafsanda qilgani sevgi emas edi. Sevgining qandaqligini so'radingmi? Javobim shuki, kimlarni? Yo'q. Kimni uchirtsan? Uningda o'zingni ko'rsan. Bakmi jalibkor, bakmi go'zal, bakmi yorqin, ham hayot kuchga to'lgan o'zingni ko'rsan. Vujuding yo'riqlarning texim yorib, butun vujudingga emas, atrofingga taravot qilganini bayqaysan. Uning sababsiz, vaqtsiz, maqsadsiz illiq shamoldek qalbing kirib kelishini to'sib qola olmaysan. Faqat buning Tangrining bir go'zal rizqi ekanligini e'tirof qilishga majbur bo'lsan. Qalbingdagi sanga xos prinsiplaringni, arzu, havaslaringni, faqat sanga xos vujudingdagi aloyidliklarni, xarakteringni qurbon qilishga, yo'qotishga, buzib etishga majbur qilgani u sevgi emas. G'ururingga g'urur berganni, vujudingga kuch qo'shganni, nurlaringga nur beg'ishlaganni, qadamlaringga hamma bas bo'lganni, kulkilaringda ixtiyorsiz shodlanib, munglaringga ixtiyorsiz ko'z yish qilganni sevgi deb bil. Xatolashmaysan. Xotima. Xotiramga yuqoridagilarni yezib bo'lib, bugungi o'zimga taalluq qisqagina necha soat vaqtimda kino ko'rishni yoki kitobimni o'qishni bilolmadim. Yaqinda o'qishni boshlagan kitobni qo'limga oldim. Necha qur o'qib, kallamga hech narsa tushmaganligini bayqadim-da, soatga qaradim. Dengiz qaraqchisining 2017 yillik yangi ishlangan nusxasining boshlanishiga 10 minut qolgan edi.
Dərhal nərsələrimni yoğuşdurdum-da, düşlük tamqımğa bir botulka su bilan bir parça bulk setib elib, 4-chi qavatga chiqib, avtomatik bilet satqıçdan bilet aldım. Kinodagi bət-bashira chiroylarni ko'rib, sal shurkangandek bo'lsam-mu, Çarşamba günüdeki asaslı hanım kızcaklar bilen to'lgan kinoxonagilarning atrofimdagi momaylardan tartib kulishib ko'rayotgan holatiga qarab, sal past qo'yga tushdim. Men aram tushunadigan ingliz tilli kinolardan bu momaylarning huzurlanib ketganiga qarab, bu xalqning momaylari bilan bizning momaylarimizni silishtirmadim. Biroq o'ylanib qoldim. Kinodagi personajlarning botirligi, Jackning erkin, yumoristikliği, vaqalikning jiddiychiliklari ichida ba'zi xiyollarni qilishga ulgurdim. Analarimiz yelg'u kinoxonada yolg'iz o'tirib o'zi ko'rishgan, dadalarimiz bilan birga o'tirib ko'rishni xohlamaydigan, hatto petin olmaydigan vaqalik jiddiy filmlarni o'zimiz yolg'iz ko'rishni o'rgandik. Qazan beshidagi analarimizdan farqli holda bir qo'limizda cho'ch, bir qo'limizda yangicha tamoq risolasi tunishtirilgan kitobni qo'ltiqlab tamoq etishni. Hatto tamoq etib etib hech vaqt kelmagan o'zimizcha qaltis tafakkurlarimizni darhol telefonimizning saqlag'ichiga yozishni o'rgandik. Farzand tarbiyalashni kitoblardan emas, qalblardan, ajdodlarimizdan o'rgangan, bizni yig'lay oladigan, kulaydigan, terisha oladigan qilib tarbiyalab chiqqan pidakor analarimiz o'xshamagan holda, yili ingliz tillik, yili yapon tillik kitoblarga qarab, farzandimizni qanday tarbiyalash ustida bosh qotirishni o'rgandik. Boshqalarning siz bek go'zal deyishni tamo qilmasdan, aynakdagi Tangri bergan chiroyimizdan zo'qlanishni, sen qaltis deb o'zimizga yolg'on gap qilishni emas, yaqinlik so'zlar bilan o'zimizni samimiy madiylashni o'rgandik. Hem Tangrining o'zimizdan iborat nozik hem go'zal asarni voyaga yetkazishni ayollik majburiyat deb bildik. Haras, men nima demoqchi edim? Sevgi to'g'riliq so'zlayotdim. Davr o'zgardimi? O'zgardi. Sevgining rangi-chi? Balkim u o'zgardi. Chunki bir ayolning vaqti qazon beshida bo'lmas. Vaqt ham zehni farzand uchun bo'lmas. Sevgin uchun malika ham quyoshi bo'lmas. Ayollar balkim burunqilar qaraganda o'zini xushal qilishni, mundaqcha aytganda, yeliqi aqllarimiz davomliq deydigan o'zini suyish deganni texim o'rgangan bo'lishi mumkin. Balkim bu o'zini suyish bak mukammal sevgiga erishish uchun emas, erishgan sevgini texim mukammallashtirish ham uning go'zalligini texim his qilish uchun bo'lsa kerak. Shundoq, sevgining rangi o'zgargandek, biroq uning asli qip-qizil atirgul moiti texim julalangandek.